Yusuf ibn Asbot aytadilar, sodiq odamda, rostgo'y odamda 3 ta xislat bo'ladi. Kim rostgo'y bo'lsa, unda 3 ta fazilat bo'ladi. Birinchisi halovat bo'ladi. To'g'ri so'z odamda halovat bo'ladi. Yolg'onchi odamda halovati bo'lmaydi. O'sha yolg'oni chiqib olishni o'ylab turib behalovat bo'ladi. Ikkinchisi malohat bo'ladi. Ya'ni malohat degani ko'rkamlik, go'zallik. Yolg'onchini ko'rki bormi? Yolg'onchi odam ko'zingizga bir xunuk ko'rinadi. Rostgo'y odam malohatli bo'ladi. Va uchinchisi mahobat. Haybat. To'g'ri so'z odamda haybat bo'ladi. Viqor bo'ladi. Demak, rostgo'ylik insonga halovatni beradi, malohatni beradi, mahobatni beradi.